Bittagina sir tufayli mani pahlavam doim ideal chiqadi. Nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib, xona haroratida turgan margarin bilan unni urvoq holiga keltirib olamiz. Oxirgi idishimizga smetana, tuxum sarig'i, vanilin va rizqlitel solib aralashtirib, oliy massa bilan bitta qilib, keragicha un solib, yumshoqqina xamir qorib uchga bo'lib, xolodilnikka 10 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Bezak qilishni boshlaymiz. Tuxum oqiga chimdim tuz solib, shakarimizni oz-ozdan solib, penga holiga kelguncha mikser qilib olamiz. Yong'oqlarni maydalab, bezakga qo'shib, xamirni bir bo'lagini 10 daqiqada pishirib olamiz. Yana bir bo'lagini listga yoyib, ustiga bezak surib, pishgan xamirimizni qo'yib, bezakni qolganini ham solamiz. Uchinchi xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, ustiga yopib olamiz. Xamirni faqat bir qavatini xuddi shu tarzda chiroyli qilib kesib, ustiga tuxum sarig'i surib, yong'oq bilan bezatib, pishirishga yuboramiz. E'tibor bering, sirli joyi shu yerda. Toza asal surib, yana 5 daqiqa duxovkaga yuboramiz. Qadimgi ta'mlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying. Videoni o'zimizning oldingi ta'mlarni his qilishni xohlaydigan insoningizga yuborib qo'ying.